Allergiya sababidan inson o'lishi ham mumkin. Ya'ni bu hozirgi kunda juda ham oson bo'lib qoldi. Yaqinda shunaqa случай bo'ldi. Mani o'zimni eng yaqin insonlarim, ya'ni kelinoyim allergiya bo'lib qoldilar. Ya'ni bu bo'lib qoldi deganda necha yildan beri уже tarvuz yeyolmaydigan, qizil narsa yesa u yoq shishadi, bu yoq shishadi, boshi og'rib turadi. Biz tushunmadik sababini. То есть постоянно diazalin yerdi, tarvuz yerdi, diazalin ichardi, nima qilardi. Keyin shunaqa bo'ldi. 5-6 oyda ichida boshi og'riydigan, bir taraf oyoq tarafi yaxshi harakatlana olmaydigan holatga keldi. Keyin doktorga borib tekshirtirsa, meningioma bor ekan. Onkologiya emas, rakoviy emas, no o'sha odamni agar oldini olmasa, ya'ni operatsiya qilib oldirib tashlamasa, shol qilib qo'yishi mumkin, ko'zini ko'r qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa narsalar. Xullas, неприятный kasallik, problema. No, onkologiya emas. Uni operatsiya qilib olib tashlasa bo'ladi. Doktorlarga ko'rsatganimizda boshida problema yo'q, mana shu yerda o'zimizda qilsa bo'ladi degan gap bo'ldi. O'sha operatsiyadan oldin qanaqadir o'zini qiladigan ukollari bor, antibiotikka tekshiradi, boshqa qiladi. Allergiya beryapti. Nima qilsa allergiya beryapti. Operatsiya qilinadigan kuni tekshirishgan, antibiotik qilishganda yarim soatda reaksiya bermagan. Doktorlar reaksiya bermadi, hech narsa emas ekan. Operatsiya qilsa bo'ladi, operatsiyaga yotqizgan joylarida rus anesteziolog bor ekan. Qancha kutdinglar degan. Yarim soat deganda, yo'q, bir xil odamlarda 2 soatda ham reaksiya berishi mumkin. Ya'ni aqlli inson bo'lganda mana shu odam. Agar hozir deb gapirib bo'lmaydi-yu, Allohning aytgani hamma narsa Allohning plani bo'yicha bo'ladi o'zi aslida. No, bu yerda doktorlar ham o'zini ustida doimiy ishlash kerak. Chunki boshqa doktorlar qilaman deb turganda bittasi yo'q, kutamiz ozgina degan, yana yarim soat kutishgandan keyin qo'l ishib ketgan. Keyin sразу operatsiyani to'xtatishgan. Ana shu paytda o'sha anesteziyani berib yuborganda, xudoni yaqinda o'lgan odamga o'xshab anafilaktik shok bo'lib 90 sekund ichida, 60 sekunddan 90 sekund ichida yuragi to'xtab o'lardi. Mana shunaqa holatlar shundan bo'ladi, ya'ni allergik fonni balandligidan. Keyin operatsiya to'xtatildi. Keyin hamma 7 xil, 8 xil anesteziyaga proba qildik. Hammasiga allergiya beraverdi. Xullas kalom hech qaysi o'sha doktorlar olmadi. Respublikanskiy ham hamma xullas yo'q, biz javob bermaymiz deb qo'rqishni boshlashdi. Hech kim xullas javob bermayman dedi. Operatsiya o'zi nesложная operatsiya. Undan ham qiyin operatsiyani O'zbekistonda qilinadi. No, ani insonni allergiyasi borligi uchun operatsiya qildira olmayapmiz. Rosa tushkunlikka tushdik, nima qilishni bilmaymiz. Turkiyaga chiqdik aloqaga, Moskvaga chiqdik aloqaga. Yaxshi, Moskvadan odam, o'sha professor odam imенно miya operatsiyalari bo'yicha bu yerga kimnidir zakaz bo'yicha kelgan ekanlar, operatsiya kelganda. O'sha jiyanim ko'rib gaplashib konsultatsiya olganda, yo'q, sizlarda masalan 7 xil, 8 xil bo'ladigan bo'lsa, bizda bu narsalar 100 xil. Kerak bo'lsa o'ziga individual bo'lsa ham topib biz qilamiz dedi. Uchrashuvni belgiladik, operatsiya kunini aniqladik, borishdi, operatsiyani qildirib qaytib keldi. Keyin 1 soatlik operatsiya bo'libdi. No, hozir men buni nimaga aytyapman? Sog'lom inson ham, mana yaxshi yashayapsiz, sog'lomsiz, operatsiya qildirishingiz kerak. Yo burningizni, yo miyangizni o'shandek yoki plastik operatsiya qildirmoqchisiz. Masalan, qorningiz osilgan, qorningizni kestirmoqchisiz. No, agar sizda allergik foningizda problema bo'lsa, sizga agar anesteziya allergiya beradigan bo'lsa, 90 sekund ichida ishingiz halda. Doktorlar undan podozreniya qilmagan bo'lsa, bunga tayyor bo'lmasa, opitniy bo'lmasa, sizga adrenalin berib yubormasa, 90 sekund ichida so'lasiz qolasiz. Men buni nimaga aytmoqchiman? To'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Hozirgi yeyotgan ovqatlarimizdagi kanserogenlar, ximikatlar, ichiga qo'shilgan mahsulotlar o'sha ximicheskiyda. Mana hozir biz miyamizga ta'sir qilib, bizani o'ziga qayta chaqiradigan любой restoran boshlig'i, restoran ochmoqchi bo'lganda menyuda, endi uni restoranni obro'si menyuga insonni qayta kelishga sababchi bo'lgan ovqatlarni qilishni xohlaydi. Va unda ozuqaviy moddalarning foydali, zararli taraflari haqida gap ketmaydi. Ovqat shirin bo'lsin, ko'rinimli bo'lsin, mazza qilib yeb ketsin, ertaga yana kesin degan narsa bo'ladi. Shart-sharoitlar chiroyli qilib hamma yoqda bezashadi. Va mana shu biznesda rivojlanayotgani, umuman oziq-ovqat industriyani rivojlanayotgani bizaga o'sha ovqat bilan sekin bizani qonimizga, bizani ichaklarimizga, bizning mikrobiomimizga o'sha ta'sir qilyapti. Oldin masalan 10 yil oldin sizga allergiya bermagan narsa o'sha allergiya beryapti. Mana kechagina bitta patsient
hech narsa allergiya gul bilan shug'ullanaman. Hammaning yo'qimga maska taqib olardim. Ya'ni hidiga allergiya bo'lardim. Lekin meni yaxshi ko'rgan soham. Bizani 1 oylik kursimizda qatnashib, gullar bilan bemalol ishlayapman debdi. Prosta ratsion to'g'irlaganimiz uchun boshqa hech narsa qilganimiz yo'q. Men uni allergiyasiga lecheniya yozib berganim ham yo'q. Prosta ratsiondan glutenni olib tashlagani uchun уже tana o'ziga kelishni boshlaganda mikrobiom o'zgargan. O'shaning uchun har qanday holatda allergiyangiz bormi, toshma bormi badaningizda, nima problemangiz bo'lsa, birinchi o'rinda mana og'zimizga solayotgan narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri ovqatni qanday tanlash, o'zi to'g'ri ovqatda qanday gormonlarga aloqasi bor va shunga o'xshagan foydali hayotimiz, umrimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni istasanglar, sizlar uchun men 1 soatlik darslik tayyorlab qo'yganman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin sog'lig'ingizga bee'tibor bo'la olmaysiz. Izohlarda bir raqamini qoldirsangiz, sizga darslikning silkasini tashlab qo'yaman.